Buni albatta qilib yeb ko'ringlar, juda ham sizlarga yoqadi. Ozgina yog'da guruchni yaxshilab qovurib, tuz solib, suvlarini solib, ko'ngunigacha past olovda 40 daqiqa dimlab qo'yamiz. Guruchimiz tri bo'lib qolish kerak emas, yaxshilab pishish kerak. Chetga olib qo'yib, ko'k chesnokni soyaga bo'ktirib qo'yamiz. Ikkita tuxumni ham atalab tuzlarini berib olib qo'yamiz. Skоворodkada ozgina yog'da piyozni va bolgarskiyni qovurib olamiz. Piyozlarimiz o'lganidan keyin tuxumni solib, yaxshilab atalab ajratib tashlaymiz. Tuxumlarimiz javnaga pishib ketishi kerak emas. Keyin guruch solamiz. Guruch bilan tuxumni yaxshilab qovurib, soyaga bo'ktirib qo'ygan chesnogimizni solamiz. 4-5 daqiqa yaxshilab qovuramiz. Guruchni holatiga e'tibor beringlar, sinib ketmagan, trimas, yaxshilab pishgan guruch. Guruchimizning usti yaxshilab qovurilgan, ichi sochniligi shunday bo'linib turibdi. Shu holatda suzib, ustiga обязательно ko'k piyoz sepib yemasanglar bo'lmaydi.